Assalomu alaykum qadrdon kanalimiz a'zolari. Bugun 21-iyun 2025-yil navbatdagi laboga mana chiroyli bo'lgan tunuka shipkani qilib bo'ldik. Bular bo'yimizdagilar Farg'ona viloyati Bag'dod tumanidan, o'zining Bag'dod shaharchasidan ketdi. Bular bo'ga atroflariga polni shumizalat saqlangan holatda tunukalar qoplatildi. Akamiz polga rezinkasi bor ekan o'zlarida. Bizda ham xuddi shunaqa rezinkalar ham bor, alohida sotiladi. Ham joylariga mana peneplekslar chiqilgan, konteyner bollar joy-joyida qilingan. Hop, mana bu joylari ham mana 1,5 sm ichkariga qaytgan bo'ladi, ochganda qo'l bermaydigan holatda. Bular sondiqchalar bo'ladi, ko'raverasizlar, sondiqchalari, akkumulyatorlari bo'lni yopiladi yonlaridan. Loypa shunga o'xshagan narsalar sochmasligi uchun. Mana bu holatda tepaga ko'tariladi, bo'ldi. Mana bu holatda ochiladi, mana kaliti ham bor buni. Akkumulyator tashlab shunaqa sondiqlar bo'ladi. Bu sondiqlar alohida ham sotiladi. Bemalol bunga ham telefon qilishingiz mumkin. Mana bu qulflab qo'yamiz hozir. Qulflangan holat. Bo'ldi mana. Bosilgani yo'q. Endi shuni ochamiz. Mach holatda ochiladi mana. Qalinliklar 1.8 temir listlardan bo'ladi. Mana bonusiga birizgaviga tunuka qo'yilyapti. Eshilib ketmasligi uchun. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, manzil Farg'ona viloyat Bag'dod tumani Bordon qishlog'i svetofor yaqinida 1 soat ichida chiroyli o'rnashtirib beramiz. Sizlarga yoqsa like bosib, do'stlar yoqlarga jo'natib qo'ying. Kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.